Assalomu alaykum azizlar. Bugun Kiles Kiribga kelganmiz. Billa xonadonimizni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Xo'p, kirishimiz bilan mashinaga katta darvozaxona tepasi navas qilingan ekan. Xo'p, orqa hovlini birinchi ko'rib chiqamiz, keyin uylar ichini billa sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ketdik. Xo'p, mashinaga uzun yo'l edi bilan kirilar ekan. Kirishimiz bilan bitta o'zini vannasi bor, sanuzeli, alohida hojatxona ham qilib ketilgan ekan bu yerga. Yashil maydonga joy ham qoldirib ketilgan. Orqa hovli bor. Bemalol bu yerda qozon, o'choq, narsalar ovqatlar qilsanglar bo'ladi. Hop, endi birgalikda uy ichini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Hop, ichkariga kiraveramiz o'rtoqlar. Shunaqa koridorimiz. Kirishimiz bilan zalimiz joylashgan. Shundoq zalimiz. Hop, zalimizdan bolalar yotoqxonasiga o'tib ketsak bo'ladi. Bu yotoqxonamizni o'zini bitta sanuzeli bor ekan. Hop, uyda uy jihozlari hammasi qolar ekan. Akvarium ham qolar ekan akalar. Bemalol keyin balo boqaverasizlar kelib. Hop, keyingi uylarni ko'rib chiqamiz. Ketdik. Hop, mana bu koridordan to'g'ri o'tganimizdan keyin oshxonamiz bor ekan. Oshxonamizda ham hamma narsa qolar ekan. Bu yoqda bitta холодный xonamiz bor ekan. Monka, eski narsalarni shu yerga qo'yib qo'yaverasizlar. Hop, o'rtoqlar, ikkinchi qavatga chiqamiz. Ikkinchi qavatimizda 3 ta xona bor ekan. Hop, bitta ko'rib chiqamiz. Bu yoqda bolalar xonasi ekan. Ikkinchi xonamizni ko'ramiz. Ota-onalar xonasi qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. O'zini sanuzeliga ham ega mana. Hop, bu yoqda 3-xonamizga kiramiz. Spandiyimiz 3-xonamiz bo'ldi. Azizlar, xonadonimiz 204 sotuv maydonga tushgan. 150 kvadrat metr binoimizning umumiy kvadraturasi 5 ta xona, 2 ta sanuzel, bitta oshxonamiz bor. Bu yerda ko'chalarimiz poni asfalt qilingan. Katta ko'chagacha 1 kilometrga chiqib ketsanglar bo'ladi bemalol. Hop, Wi-Fi dan tortib, kanalizatsiya, hamma kommunikatsiyalar bor lekin bemalol. Transportdan umuman muammo yo'q. Shundoq eshikni tegi chiqsanglar, Damas mashina keladi, chorsiga shundan olib tashlaydi. Hop, azizlar, uy egalari 147 ming deyapti. Telefon qilib bemalol baraka qilsanglar bo'ladi. Rahmat, sog' bo'linglar.